Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Charchamabsizlarmi? Xo'sh, bugun trading planda men yevro kanadskiy, funt kanadskiy, dollar kanadskiydan boshlayman. Xabaringlar bor, mana urushni. Endi Amerikaning prezidenti yaqindan Xitoyga tashrifi bor. O'shaning uchun urush ozgina to'xtab turibdi. Shuni hisobiga neft narxi tushib ketdi. Mana neft narxi tushib ketdi o'tgan hafta. Endi o'shaning hisobidan kanadskiy dollar qadrsizlanyapti ularga nisbatan. Funt, yevro, dollarga nisbatan. Mana funt kanadskiyni ko'radigan bo'lsak, mana haftalik ko'ryapsizlar, juda ham kuchli engulfing candle bergan. Bullish candle bergan. Haftalik key levellar belgilab olamiz. Haftalik key levelimiz mana shu joyda haftalik key level bo'ladi. Strukturani ham ko'rasizlar. Mana struktura long o'zgargan. Endi keyingi haftalik key levelimiz narx ochilib, agar mana shu joylarga kelsa, juda ham yaxshi stop zona bo'ladi bizga. Keyingi o'rinimiz 1.88 kanadskiy dollarga arendira olamiz. Bu kunlikda juda ham kuchli flat qoladi deydi bular. O'tgan gal shu gruppaga tashlagandim. Уже men bu switch informatsiya bergan payt. Endi flatdan chiqdi, mana ko'ryapsizlar, 20-aprel 6-may, почти 15 kun, 15-20 kun flat holatida yurdi. Mana flatdan chiqib подтверждение berdi. Endi mana haftalik key levelimiz bu. Mana belgilab olganmiz. Endi daily key levelimizni belgilab oldik mana. Xo'sh, bizda ham daily bullish candle bo'lib turibdi. Mana shunaqa hozir kunlik impuls boshlangan, hali to'xtagani yo'q. Ertaga demak dushanba kuni ochilib, ozgina shortga yurib, yana dalash davom etishi mumkin. 4 soatlikda biz stop zona qidirib target qilishimiz mumkin. Endi aytishinglar mumkin, mana shunaqa kirsa bo'ladimi? Stopni mana shunaqa qo'yib. Agar bunday qilib kiradigan bo'lsak ham variant yomon emas, chunki targetimiz mana shu joygacha, chunki men bu o'rindan hozircha test qilgani yo'q. Ertaga ochilib, men bu o'rinni highga borib, balki narx orqaga qaytar. Balki buni umuman chunki rangedan chiqqan uchun dalash yana ketishi mumkin-da. Meni planim bo'yicha 1.88 ga boradi degan planim bor mana shunga. Endi mana men belgilab qo'ygan o'rinimiz mana haftalik key level bilan kunlik key level. So'ch men buni qilib turib mana shuna qiladigan bo'lsak, belgilab oladigan bo'lsak, demak biz bozorga kirish 4 soatlikdagi strukturani ko'ramiz. 4 soatlikda qanaqa bo'lib turibdi. Xo'sh, qaranglar. Mana bu high. Mana juda ham chiroyli impuls bergan, impuls to'xtagan. Mana bu high low. Endi qoidamiz bo'yicha mana bu kunlik imbalans, mana bu haftalik imbalans. Xo'sh, undan oldingi high bu yoqda edi. Mana juda ham chiroyli clean impuls. Endi mana bu impulsiv harakat tepaga harakatlanib impulsdan to'xtadi-da. Endi birinchi key levelimiz 4 soatlikda. Oldingi high bo'ladi. Bu yoqdan tepaga ketishi mumkin. Yoki ozgina glubokroq tushib bu yoqdan tepaga ketishi mumkin. Mana shu narsani biz qo'ya olmasligimiz kerak. Demak, narx bizni kutib oladigan joyimiz mana shu belgilab qo'ygan mana shu kvadrat rectangle ichida kutib olishimiz kerak. Xo'p, endi mana shunaqa paytda mana o'zi mana bunaqa paytda targ'ibot qilish qiyin.
Chunki ko'p formatsiyalar bu yerda ishlamaydi. Shu mana rangedan chiqqandan keyin, mana chiroyli impuls bergan. Mana shunaqa impulslar payti bozorga kirish imkoniyatimiz nima deydi? Imkoniyati yaxshiroq bo'ladi. Mana shunaqa impulslarga Fibo ishlatishimiz mumkin mana. Minimumdan, masalan, hozir uptrend bo'lgani uchun 4 soatlik minimumdan maksimumga ana qilyapmiz. Fibo tortyapmiz. Endi demak narx agar mana shu joyga kelsa 50% atkat bergan bo'ladi. Balki mana bunaqa glubokroq atkat berib tepaga ketishi mumkin. Buni kuzatamiz. Demak, mana shu zonada biz rejection candle kutishimiz kerak. Mana shu zona. Bitta rejection candle bo'lsa, keyin stopimizni balki mana bu qo'yishimiz ham shart bo'lmaydi. Stop sal bitta yashil svichaga mindirib ham target qilishimiz mumkin. O'shanda risk rewardimiz yaxshiroq chiqadi. Xo'p, endi shunaqa holatda sizlarga bitta narsani ham tushuntirib ketishim kerak. Xo'p, mana Fiboni ishlatishimiz uchun 4 soatlikda bitta minimum, bitta maksimum kerak. Mana shunaqa holatda ishlata olamiz. Minimumdan maksimumga tortamiz uptrend bo'lgani uchun. Keyin mana bu kuchli impulsiv harakatlarda mana bu indikatorimiz mana M8 bilan M21 yaxshi ishlaydi. Mana ko'ryapsizlar, qaranglar. Mana bu agar narx kelib turib, birinchi mana bunga kasanasini ko'rishimiz kerak. Agar shundan отказ reject bo'ladigan bo'lsa, tepaga signal qidiramiz. Stopimiz mana shunaqaroq bo'lsa bo'ladi, mana qizilga nisbatan olsak bo'ladi. Endi indikatorni qanaqa ishlatishini ko'ryapmiz, Fiboni qanaqa ishlatishini ko'ryapmiz. Trend liniyani ham ishlatish. Trend payti, narx trend, mana rangedan trendga o'zgargan payti, masalan, mana shunaqa trend liniya ham ishlaydi shunaqa paytlar. Mana shunaqa ishlaydi. Chunki narx rangedan chiqqandan keyin mana shunaqa trend bo'ylab harakat qiladi. Mana shunaqa trend bo'ylab narx tepaga harakat qiladi. Birdan misollar bilan tushuntirib ketyapman-da sizlarga. Dars sifatida ham bo'ladi. Demak, funt dollar bo'yicha biz analizimiz longga juda ham chiroyli impuls bor. Uni shoshmasdan kutib, bozor formatsiyasini keyin bozorga targ'ib kiramiz.